Yunusobod atrofidan ikkita, uchta katta oila uchun xonadon topib qo'yganman. 7-12 sotixdan iborat yo'lni yuzida 5-chi больницamizni yonginasida mana shu xonadonimizni sotuvga chiqyapti. Umumiy 7-12 sotiq. Bu yoq tarafimizda zеленый zonalarimiz, bu yog'imizda zеленый zonalarimiz bo'ladi. Tarsovoyda joylashgan xonadonimizni endi sizlarga ichkari qismini tushuntirib berishdan oldin kirib kelganimizda bitta mashina uchun joy, ichkarimizda ikkita mashinagacha bemalol sig'ishadi. Bu yog'imizda asosiy binoyimiz joylashgan bo'lsa, umumiy 9 ta xonadan iborat zеленый zonalarini bitta ko'rib baho berib qo'ysizlar. Bu yoq qismimizda eski qurilgan uylarimiz, bu yog'imizni qaytadan rekonstruksiya qilib, chiroyli ideal qilib qo'yilgan. Hamma shart-sharoitlari qilingan. Kottej uchun juda ham zo'r. Ikkita, uchta oilagacha bemalol kelib yashaysizlar bo'ladi. Hamma shart-sharoitlari qilingan. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya umuman muammosiz. Yo'lni yuzida joylashgan, Haytown City shaharning hamma joyiga olib kelib 5 minutdan 10 minutgacha bemalol yetib olasizlar. Endi sizlarga olib kelib atrofida maktab, bog'cha, magazin, masjid nima desanglar 200, 300, 400 metr masofada joylashgan bo'ladi. Bir sotig'ini sizlarga $60,000 dan berib yuboramiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.